Assalamualaikum aziz qarindoshlar. Mush vaqtlar xayrli bo'lsin. Biz bugungi darsimizda TeamViewer programmasi orqali bir kompyuterdan yana bir kompyuterni qanday boshqarishni, ya'ni qanday kontrol qilishni ko'rsatib o'tmoqchi. Biz oldi bilan Google'ga TeamViewer birinchisi, ya'ni bosgandan keyin birinchisi bu teamviewer.com bosgandan keyin bu yerda haqsiz tushirish knopkasini bosamiz. Bosgandan keyin birozdan keyin tushirishga boshlaydi. Tushirish buyrug'i berildi. Ijro bo'lishini yoki ma'lum o'ringa saqlashni bizdan so'rayotdi. Biz bevosita yurgizaylik, ya'ni ijro qilaylik. Bu shaklda chiqqandan keyin bevosita yurgizishga bosgandan keyin bu shaklda biz shaxs bo'lish sifatimiz bilan buni bosgandan keyin boshqaruvlarga chaqilmasdan keyin qadam va jazmlaymiz. Jazmlagandan keyin qochilayotdi. Ko'rayotganlaridek ustal ustiga buningki ikonsi ko'rildi. Tushirib avtomatik yechilgandan keyin bu yerda bizningki kompyuterimizning nomeri, ya'ni bizning kompyuterimizni boshqarmoqchi bo'lganlarga bu nomerni va astidagi shifrni ta'minlab beramiz. Bu shifr ma'lum vaqt ichida almashib turadi. Ya'ni boshqalarningki sizlarningki buyruqlarsiz, sizlarningki xabaringlar yo'q, kontrol qilmaslik uchun bu shaklda almashib turadi. Endi biz kontrol qilmoqchi bo'lgan kompyuterning cho'qim buning o'xshash nomeri va shifresini bilishimiz kerak. Oldi bilan biz kontrol qilmoqchi bo'lgan kompyuterningki shifrini kirgizaylik. Kirgizib bo'lgandan keyin basimiz o'g'linishni. Bu yerda bizga shifr so'raydi. Shifrni basamiz. Endi jazmlashni besayotgandan keyin bevosita qarasanglar, biz qarish tarafning kompyuterni bu yerdan boshqara olamiz. Qarasanglar, men sistemni bosgandan keyin bu ochiladi. Biz boshqa kompyuterni bu shaklda kompyuter egasining xabari bo'lgan ahvol ostida kontrol qilib, ma'lum ishlarni hal qilib berishimizga nihoyatda foydasi bor. Bu yerdan buningki iqtidorlari bor. Masalan, texnik bo'lgan bu shakldagi aniqlikni tanlay olasizlar. Bu yerda avtomatik tanlash bor. Bu yerda cho'ng ekran bu shaklda va bu shaklda. Bu orqali qarish tarafdan kompyuterga ushir yoza olasizlar. Bu orqali ekranni sinqala olasizlar. Bu orqali ham hujjatlarni o'zaro yo'llashib bera olasizlar. Ya'ni bu qadar. Bugungi darsimiz mushachi bo'lsin. Boshqa darslarimiz ko'rishga omon bo'linglar. Allohga omonat.